Nima ish qilasiz o'zi? Ha, yangi bozorda savdo qilaman. Qizim hali yosh, institutga kirib o'qiyman deyapti. Shu o'qitib olganimizdan keyin uzatishni o'ylab ko'ramiz. Ha, to'ydan keyin o'qishni xohlasa, o'zim o'qitaman. Ha, o'zingiz o'qitadigan bo'lsangiz, unda 1-2 kunda maslahatlashib javobini aytaveramiz. Bu yil ham iyun tugayapti. 2 yildan beri o'qishni topshirtirmayapsiz. Bu turishda qachon o'qiyman o'zi? O'qib nima qilasan? O'qib olim bo'larmiding? Ha, diploming baribir chang bosib yotadi. Ha, to'ydan oldin o'qitaman deb va'da berardingiz-ku. Endi va'dangizni bajaring-da. Ha, endi uylanib olguncha va'dalar beraveradi-da. Iye, menga ham, dadamga ham va'da berib uylanganingiz-ku, o'qitaman qizingizni deb. Va'dangizni bajarishingiz kerak-da. Siz erkak kishisiz-ku. Ilmli insonlardan bir so'rab ko'ring. Shunaqa va'da berdim. Hozir endi nima qilay? O'qitmasam bo'laveradimi? O'qitaman deb va'da berib uylangan bo'lsangiz, demak va'dangizni bajarishingiz kerak. Erkak kishi bilan ayol kishining farqi erkak kishi va'dasini bajarishidir. Rahmatulloh, Alloh rozi bo'lsin. Ko'pchilik o'qishni bitirgan tanishlarimdan eshitdim. Onlayn o'qishga kirishga yordam berar ekansizlar. Albatta aka, hozirgi kunda 8 yildan beri 25 mingdan oshiq abituriyentni talaba qilishga, onlayn o'qib bitirishiga yordam berib kelmoqdamiz. Men ayolimni o'qitmoqchiman. Borib qatnab o'qishini xohlamayman. Sizlarda onlayn qanday o'qiydi? Biz Rossiyada 3 ta nufuzli universitet bilan hamkorlikda ishlaymiz. O'qish tartibi onlayn zavuchniy 4 yil 6 oy. Bitta notebook olib bersangiz, bir haftada bir marta uyga vazifa yuboradi. Uyda o'tirib, uyga vazifani bajarib qo'ysa, bo'ldi. Ha, tushunarli. Lekin meni ayolim rus tilini umuman bilmaydi. Bu o'qishda kontrakt ham falon puldir. Tildan umuman muammo yo'q. Bizning kuratorlarimiz bor. Bitirgunicha yordam berib boradi hamma tomonlama. Kontrakt ham 1 yilga 6,5 million so'm atrofida, yana zo'ri 2 marta bo'lib tursa bo'ladi. Kontrakt qancha arzon ekan? Bitta savol tug'ildi. Bitirgandan keyin, Rossiyaga borib diplomni olib kelib beramanmi? Keyin bu diplom O'zbekistonga o'tadimi? 100% diplomlarni o'zimiz olib kelib beramiz. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan O'zbekistonga va SNGga qonuniy diplom o'tadi. 4 yil 6 oy o'qib bitirguncha sizlar yo'q bo'lib qolmaysizlarmi? Biz 8 yildan beri shu sohada ishlab kelyapmiz. Minglab talabalarimiz bizlardan rozi. Siz bilan ham shartnoma tuzib, o'qishni bitirgunizcha qonuniy yordam beramiz. Xavotir olmang, bizda hammasi qonuniy, yo'qolib qolmaymiz. Xullas, yangilik bor. Iye, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Xullas, men va'dam bajardim. O'qishga kirdik. Voy, rostdan. Qanday qilib? Oson, Aziya Consulting orqali.